ko'tarar ekan. Men faqat iltimos shunga ham hidiz o'tirib qolmasin. Tinchlikmi, pochcha? Opang taksi ko'zgu, короче, uyda problema. Ha, pochchamga azoblash xizmat qilsa. Pochchini vashi hidi yoqmayapti. Senga endi yoqmayapti, menga boshdan bosh yoqmaydi. Uyga kiritmayapsanmi? Bir hafta bo'ldi, mashinada yotib yuribdi. Aytgancha, agar nimadir yeging kelsa, pochchani o'raqima, menga aytgan. Rostdanmi? Ha, Pastdagi shashlikdan yegim kelib qoldi. Olib chiqib ber. bo'lib olib kelaman. Faqat pulini berma. O'g'irlangandan yegim kelyapti-da. Mana shashlik tayyor. To'xta, qochdi, bor, ushla. Nima bo'ldi? Bilmasam, yiqilib tushdimmikan ha? Alo. Ana. Jiyaning dovcha deyapti. Daraxtlarda ham yo'q dovcha. Ichingga alav. Yarim kechqurun dovchaga, balobon bozorga. Aka, rahmat. Bu telefonni o'chirib uxlab bordimi? Uxladim 2000 ga. Dovcha qaydan topsam bo'ladi, dovcha? Dovcha? Mana ko'rmayapsan, mana anhordan o'tgan edi ana daraxt. Ko'ryapsanmi, ana shunda dovcha bor. Ana olib keldim. Men senga birinchidan bunaqa dovcha demagandim. Telefoningni yoqib qo'yganda etardim. Men bunaqa dovcha deb. Qo'lingdagi dovcha faqat bahorda bo'lsa, yurtimda dovcha yil 12 oy bor. Undan tashqari dovchani marojnisi ham chiqqan. Shuncha joydan olib kelaman, bitta dona bo'lsa ham ye. Uje olcha yegim kelyapti. Yurtim olcha nechi pul? Ipi! Nimaga chizding sen? Nimaga chizasan? Bu devorga plastik bilan chizsa, uchirg'ich bilan chizsa ketadimi? Ko'p chizib tashlaganmi? Yo'q. Bo'linlarni tushgan olib qo'y. Uyingizni bitta aboy qilib yeysan, nima deysiz? Hay, bozorlikda ro'yxatini oldingmi? Oldim, kartoshka, piyoz, go'sht. O'zlaringizga nimadir kerak bo'lsa ro'yxat tashanglar. Mana o'zi ozgina ro'yxat. Ko'p bitta kartoshka olaman, tamom. Ishga ham kech qolmay. To'xtang. Bo'ynimga bir uzukcha, qo'limga bir sipochkacha olib bermaysizmi komplekt qilib? Nima? Men sizni maqtab yuraman, qarindoshlar shedraydi. Rahmat, kerak emas. Kerak bo'lsa paskуда deb yomonlar. Lekin bular birazga pul so'raman, tushunding? O'zi 27 milliongina ekan. Ha, yo'q, o'zi kamgina ekan. Ana shularni mana olsak, ana naqa yetib ortadi. Yaxshimisiz? Yarmini so'mga payvand qilgan ekanda. To'ydan beri menga umuman e'tibor bermay qo'ydingiz. Senga to'ydan oldin ham e'tibor qilmagan ekanman. Agar shunayligini bilsam, vaqt uylanmasdim. To'ydan keyin bor yo'q 22 ta ko'ylak olib beribsiz. To'yimizga o'zi bir oy bo'ldi-ku. Bo'ldi, masalan, hozir ana shu tangalarni ana o'tamiz. Anasi keyingi yilga o'sib chiqadi. Seni malali bo'ldi. Kuyovga bitta Matiz javob ber endi suyunchisiga. Akamning ishi yurishmayapti, bitta Matiz javob bering, kira qilaydilar. Ayollarning xayoliga erkaklar ana shunday pul topadi-da. Pul topadi. 5 ming supursak, hamma problemalar tugaydi. Yana ozgina yig'sam Matizga yetadi. Hurmatli ayollar, erlaringizdan, o'g'illaringizdan bular bo'lmasga pul so'ramanglar. Ana shunaqa chinni bo'lib qoladi.